hurmatli birga ishlaganmiz. men bilaman. Ulug'bek Qodirov deganda o'sha Fotima Zuhra filmida gul ko'tarib, kurantni oldida kelayotgan yigit gavdalanadi. Alhamdulillah bizning kasbda shunaqa narsa borki, любой kasb vakilini ijro qilsa bo'ladi-da. Ularni ijodida sizni nima quvontiryapti va nima asabingizga tegyapti? Syomkada qanaqa qilib, maytda nima bo'lyapti o'zi? Jasur qilib rejissyor yerga yotib olib operatorlik qilsa, Bitta siz qovudingiz o'zi, shuni aytmagan degan boshida fikr bo'ldi. Yo'qotmadik g'urur orimiz. o'zimni prям xonandaman deb anaqa qilmayman, aktyorman men hali ham. Ijodiy karyerangizni eng cho'qqi nuqtasiga chiqqanda siz bir kunda hammasini shundoq yig'ishtirib, karyerangizga nuqta qo'yib, shundoq narsangizni olib Amerikaga ketib yordingiz. Nima majbur qildi sizni? To'g'risimi, dastavkada yurdim. Men prinsipialni pizzada ishlagim kelmadi. Agar sizga qaytadan imkoniyat berilganda yana aktyor bo'larmidingiz? To'g'risini aytsam, Nimagadir Baron 2 da siz yo'qsiz. iloji qilaylik, bularni ham yaxshi joyga joylashtiraylik desam, o'sha yerda ozgina nizo kelib qoldi-da. A в итоге men ularni yonini olsam, ular yo'q, hammasi zo'r devorsa bo'ladimi? Voy, shunaqa g'alati bo'lib qoldim men. Agar sizga Gollivudda qaysidir katta kinokompaniyasi katta taklif bilan chiqsa, Qani porno joylariga aralashmasdim. O'zbek aktyorlarini 30 dan keyingi problemasi-da. Faqat men seni hurmat qilaman inson sifatida, shoir sifatida. Kichkina bir xatosi bor, uni aytgim kelmayapti, sir bo'lib qo'ya qolsin. o'rtoqlar, hammaga salom. Men sportni juda yaxshi ko'raman va mashg'ulotlarimni muntazam ravishda olib borishga harakat qilaman. Bundan tashqari oldingi videolarimda aytib o'tgandek, Fitway mahsulotini ichishni boshlaganimga ham ancha vaqt bo'ldi. Natijasi 100 ga 100. Bugun mana L-karnitinni trenirovkadan ichib olamiz. Bu nima degan savolga aniq javob. Tanangizdagi ortiqcha yog'ni energiyaga aylantirib beradi. Bizga hozir nima kerak? Albatta energiya kerak. Endi trenirovkani boshlasak ham bo'ladi. L-karnitin u tanadagi yog'larni eritib, energiya beradi. Fitway OptiBalance tabletkasi bu ishtahani nazorat qilib, ichki gormonlarni tiklashga yordam beradi. Fitway Powerful pista ta'mli kokteyl ichingizga oqsil bo'lib kiradi. Fitway Figu aktiv damlamasi jigaringizni tozalab, ichaklaringizni keraksiz shlaklardan xalos etadi. Ortiqcha vazndan, semizlikdan qiynalayotganlar, o'rtoqlar, hattoki sizlar oshqozoninglarni oldirishga bormoqchisizlar. To'xtanglar, undan ko'ra sog'lom turmush tarzi bilan, sport bilan birgalikda mazza qilib, Fitway mahsulotlari bilan birga oson ozishga nima yetsin? Ulug'bek Qodirov deganda, meni ko'z oldimda haligacha o'sha Fotima Zuhra filmida gul ko'tarib, kurantni oldida kelayotgan yigit gavdalanadi. Juda ko'p vaqt o'tdi, lekin mana hozir ham kirib kelyapsiz, ko'zim oldida o'sha kartinkada. Nima qilasiz hech ham meni o'zgarmasligiga? Menimcha trenirovka diyeta. Asosiy anaqasi shu. И как бы o'sha o'zimman deyman-da, o'sha xarakter, o'sha odam. Diyeta, trenirovka bu o'sha hayotingizni bitta bir bo'lagiga aylanganmi? 100%. Chunki tez semirib ketadigan anaqam bor-da, agar qaramasam, diyeta ushlamasam, rost akasim semirib ketaman. Bo'lgan ba'zi paytlar, lekin tez qaytishim ham bor. Tez rejimga kiraman. Обязательно питаниeni to'g'rilayman, trenirovka usilenniy, o'shanda ozaman-da. Besdan ozish oson kechadimi sizda? Bes tashlash. Endi sir emas-ku, hayot o'tib ketyapti. 40 dan oshdik-ku, o'sha narsa sekinlashdi. Nisbatan. Oldin misol uchun 2 oyda 20 kilogacha tashlab olardim-da. Hozir o'sha 15 kiloga bo'lib qoldi. Возраст bilmadim, shunaqami? Mana o'zingiz hozir aytyapsiz, o'sha 40 dan keyin deyapsiz, o'sha 40 dan keyin odamning yoshi katta bo'ladi va orqaga bundoq nazar tashlaymiz-da. Agar sizga qaytadan imkoniyat berilganda yana aktyor bo'larmidingiz? Endi bunaqa bo'lmaydi-yu o'zi aslida. Endi bo'lib qolganda, masalan deylik. Bo'lardim. Nega deysizmi? Har bitta endi farzandimiz deymizmi? Men bitta fuqaro deylik, har xil kasbga qiziqa olmaydi-yu, bittada, to'g'rimi?
или kosmonavt bo'laman deydi, или pojarnik, или militsiya bo'laman deydi, povur bo'laman deydi. Alhamdulillah bizani kasbda shunaqa narsa borki, любой kasb vakilini ijro qilsa bo'ladi-da. Mana o'shanisi qiziq menga. O'shaning uchun menimcha bo'lardim. Zo'r. Realno. Qarang, mana ijodingizni mundoq xronologiyasini intervyudan ko'rib chiqdimda, eng gullagan, eng cho'qqiga chiqqan paytlaringiz hamma aktrisalar siz bilan bosh rol o'ynashga tayyor bo'lgan. Hamma aktrisalar. Savol shundan iboratki, o'zingizga qaysi aktrisa bilan o'ynash qulay bo'lgan va u rolingiz sizga juda katta muvaffaqiyat olib kelgan? Endi ko'pincha mana xalqim ko'p aytishadi ko'chalarda, mana shu telba kinosi deydi, zo'r bo'lgandek ko'p eshitaman. Lekin undan ko'pini aynan Fotima Zuhradan ko'p eshitganmiz-da, Shahzoda Zilola bilan. Endi bu professional aktrisa Dilnoza Kubayeva. Gulchehra Eshonqulova bor, kursdoshim. Zilola Musayeva xonanda bo'lgani bilan, lekin nima mana shu rolda juda zo'r o'ynagan, zo'r ijro etgan. Даже o'ynamagan hamda, bilmadim. U ham menga o'xshab yashagandir o'sha rolda. Zo'r chiqqan-ku, misol uchun haligacha gapirishadi. Mana Fotima Zuhra kinosi nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyo, Tojikiston, va Qirg'iziston, Rossiya, Dagestan, Checheniyada ham haligacha kino. Men yaqinda eshitdim, Checheniyada hali ham prям kino qo'yishayotgan ekan. Bizga ham bu xabar yetib keldi. Dog'istonda Fotima Zuhrani prokati yana qaytadan boshlanibdi degan. Shunaqa qoyil qoldim. Men o'shani Zilolada ko'rdim. Lolada ham bor, Lola Yo'ldoshevada ham bor shunaqa. U balkim o'zida tug'ma talantdir-da, kino aktrisalarga o'qimagan-ku. Unda ham shu narsa bor-da, rolga kirib ketadi-da. O'shaning uchun men shu 4 ta aktrisa bilan mazza qilib o'yna olaman haligacha ham deb o'ylayman. Qolgan ko'pchilik bilan vроде тоже qiynalmaganmiz. Bilmadim, berilgan shart-sharoitdanmikin. Lekin mana shu Zilola bilan ko'pincha rolimiz qanaqadir yaxshi chiqardi deb o'ylayman. Ko'p gapirishadi. Ishonarli chiqardi. Majruh ham zo'r chiqqanda, hali o'zimga yoqadi o'sha kino, to'g'risi. O'shanaqa mo'jizaga ishonaman-da bo'lishiga. Zo'r o'sha Fotima Zuhra, Majruh, Telba sanab o'tgan kinolaringiz haqiqatan ham zo'r kinolar. Yoshimiz ulg'aygan sari biza qalb xotirjamligini ko'proq qidiramiz-da. Insonlar har xil mana qalb xotirjamligini topish uchun har xil ko'chalarga kirib chiqamiz. Bir xil ko'chalar tupikovoy bo'ladi. Qaytib chiqishni bilmaymiz. Bugungi kunda siz o'sha qalb xotirjamligini topganmisiz? Bor. Nimada u xotirjamlik? Endi to'g'risini aytsam, avvalo sir emas. Birinchi navbatda zikrda deb o'ylayman, baribir. Chunki bizani Alloh yaratgan. Allohni eslab xotirjam bo'laman. Har bir boshlagan ishimizda bismillah deymiz. Shuning uchun baraka ham o'shanda deb o'ylayman, xotirjamlik ham o'shanda. Menimcha o'sha faqat eng asosiy omillardan biri shu Allohni zikr qilish deb o'ylayman. Qolgani o'zi bilan bo'lib ketadi-da, endi bit hayot. Bu qanaqa tushunsangiz tushuninglar, mana xotirjamlik bergandan keyin demoqchiman, tinch yurtimiz aytgancha. Chunki tinch yurtda bemalol uyga kirib kelasiz. To'g'rimi? To'y tatiydi, bayram, kino, premyeralar shu yurtimiz tinchligida, ya'ni qo'shimcha qilmoqchi edim просто. To'g'ri, bugungi vaziyatda bu narsani qadri yaxshi bilinyapti. Juda ham. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Hozirgi mana o'zbek kinoga mundoq nazar tashlasak, qo'shni davlatlarda ancha orqada qolib ketyapmiz-da. Xuddi bir o'zbek kino o'zini bir og'ir hayotini kechirayotgandek tuyuladi. Shu muammolarda siz ham o'zingizni qaysidir qisman aybdor deb his qilasizmi? Yo'q. Yo'q, aybdor qisman qilmayman. Uni ba'zi bir odamlar shu darajaga olib kelib qo'ydi. Bu sir emas-ku, ko'pchilik ko'rdi-da. Ani xon taxta deyishdi. Gosfilm deb rosa mamlaqa urushdi o'sha payt. Bizlar misol uchun nimalarga olib borib, tog'larga olib borib, anaqa debatlar o'tkazishdi-da. Aksariyat o'sha yerda Jahongir Foziljonov kinolarini yomonlashdi-da. San saviyasi past kinolarni olsan. Lekin xalq xohlagan-ku. U gap xalq saviyasi pastligida emas. Shunaqa payt bo'ladi, odam prosta kirib kulgisi keladi. Nima? Borib bilet olib o'zini puliga tushadi-yu. To'g'ri. O'shanda mana shu ajratib qo'yishgani, men ularni aybdor, ular noto'g'ri qildi demoqchi emasman. Ajratib qo'yishdi. Bu xon taxta, bu o'sha Gosfilm.
просто tegish kerak emas edi. Raqobat bilan o'z joyiga tushib ketadi. Yomon filmni hech kim ko'rmaydi. Bo'lgan-ku. Men misol uchun Ahad Qayumni yomonlamoqchi emasman, lekin rostakasim balki meni rollarim unga yoqmas misolda, lekin uni filmlarini men ham ko'rmasdim. Ani maslahat ham bermasdim-da, to'g'risi. Haddushi aytdim. Ahad, men seni hurmat qilaman inson sifatida, shoir sifatida. Lekin ko'p tanqidlarga uchragan. Jahongir Foziljonovning kino sifatida kinoligi bor edi. Dramaturgiyasi bor. Boshi bilan oxiri bor edi. Lekin Ahad Qayumning filmlarida menimcha juda qiyin-da u narsani topish. Men yomonlashmas, to'g'ri. Rosa o'zini nima qilib oqladi, men ishchi o'rin yaratolman. Mana o'shanga ham tegish kerak emas. Prosta kino pauza deb ham aytib bo'lmaydi. Chunki o'sha qo'shni davlatlar bizani kinoga mazza qilishadi. Chunki ko'ramiz, mana Qozog'istonga chiqamiz, Tojikistonga, bizani kinolar mehrli-da, mehri bor. Uni har kim ko'rgisi keladi-da kinoda. Mazza qilib yuborardik-ku, qarsaklar chalib, birga qayg'urib. O'sha narsa ketib qoldi. Balkim mana shu Instagramni deb bo'layotgandir, bilmadim. Chunki odamlar qisqa informatsiyaga ko'nikib ketadi. Borgan sari e'tibor berishadi. Qisqa va tez o'zgaradigan kadrlar bilan mana shuni nimadan bu? Kim aybi? Mana shu. Endi bu hayot nima deydi? Yengilligi-ku, zamonga qarab boqasiz-ku. Shaxsan o'zingiz o'shanga javobingiz bormi? Inson sifatida. endi bizni qaysidir ma'noda nimaga kinolarimiz to'xtab qoldi yoki qanaqadir orqada qolib ketyapmiz degan ma'noda meni o'zimga yarasha fikrim va javobim bor. Balki bugungi kunda kerakli darajada zamonaviylashishimiz kerakdir. Balki o'sha ramkalarni sal ochiqroq qilishimiz kerakdir kino sferasida. O'sha men aytmoqchi emasman 18+ sahnalar yoki so'kinadigan sahnalar emas, balki bugungi zamonni talabiga mos kino olish kerakdir meni nazarimda. Xo'p, tasavvur qiling. Amerikada o'sha zdaniyalar juda balandku. Человек-паук rostdan ham uchib yura oladi. Bo'lib, ko'rganda o'z-o'zidan ishonasiz. Bilasiz unaqa odam bo'lmaganligini. Lekin ko'rib mazza qilasiz. Bizda nima misol uchun to'g'ri kelishi mumkin? Bizda zdaniyalar endi mana Nestuan bor. To'g'ri, endi mana masalan qarang, mana hozir qanaqadir giroy o'ylab topish kerak-da. Endi обязательно qanaqadir giroy emas, balki mana qirg'izlar jannat onalar oyog'i ostida kino qilishdi. U kino hali nima deydi, kassasi chiqmasidan уже juda katta bir mablag'ni yig'ib olishdi-da. O'zbekistonning o'zidan ham juda katta ular pulni yig'ib olib ketishdi. Eshitdim. Agar u kinoni ko'rsangiz, erta qanaqadir giroy yoki anaqa emas, onasini o'sha Makkaga olib borish kerak bo'lgan narsani ko'rsatib bergan, faqatgina erta ham shu qiziqarliroq ko'rsatganda, o'sha bolani nogiron qilib, har xil lokatsiyalar tez o'zgarayotganligi. Zo'r, lekin bilasizmi, o'sha narsa bu to'chishni udar qilganda, u narsaga o'zidan hamma orzu qiladi Makkaga borishi, tim bo'li onani olib borishi, otani olib borishi. O'sha aytaman, oddiy temani olib, ular zo'r bir dramaturgiya yasagan. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Buni o'ylab qilganmi, o'ylamay qilganmi? Ko'pincha e'tibor bersangiz, Rossiyada bo'lsin, misol uchun esizdami? Hozir aytaman. Brigada serial. Uni ham palonchi rejissyor olmaganda. U prosta nima bo'lgan? Kursavoy ish bo'lgan ekan. Bang chiqdi. Bilib bo'lmaydi-da, omad. Siz aytayotgan kino ham omad kelib qoldi. To'chishning udariga, xalqqa bir dardiga tegdi-da. O'shaning uchun hit bo'ldi deymizmi? Ili odamlarga yoqdi. Qani ko'ramiz, 10-15 yildan keyin qaytarib ko'rib, agar yana ham yoqsa, demak, rostakasim topgan bo'ladi. Nuqtasini. Ikkinchi qismini ko'rmaydingizmi shu kino? Yo'q, men birinchisini ham ko'rmadim. Chunki men umraga borib keldim. Oyim bilan desam, rostdan borib keldim. Ijodingizga bundoq nazar tashlasak, o'sha paytlar haqiqatdan ham bitta kino ishlangan va u kino tomoshabinni qaysidir ma'noda kinoteatrga qaytarishga zo'r imkoniyat bo'lgan o'sha kino orqali. Baron degan kinoda bosh rollardan birini ijro etgansiz. Lekin nimagadir Baron 2da siz yo'qsiz. Nimaga? O'zimni shaxsiy fikrimni aytaymi?
Yo, siz nimaga Voy, bu borada har xil gaplar bo'lib ketdi-ku. O'shaning uchun biz mana o'zingizdan so'raymiz. Xafa ekan, bir Balki o'sha narsalar. rejissyor bilan qanaqadir kelishmovchiligingiz bo'lganmi yerda? Baron 2da. Yo'q. Yoki gonoraringizni 2 barobar etib yuborganmi? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Men o'sha yerda birov yonini olib qo'yganman-da. Yaxshi ma'noda. Gruppani, mana xuddi mana shunaqa operatorskiy gruppani yonini olib qo'ydim xolos. Menga hech kim hech narsa yomonlik qilmagan, ugroza ham bo'lmagan. Men xafa bo'lgan jihatim, допустим, deylik, men aktyorman, endi meni podobай shu qayerdadir kutib olish kerak degani emas-da. Men alhamdulillah любой sharoitga ko'nikib ketaman. Chunki gap anu qiyinchilikda emas. Shunaqa odamman-da endi. O'sha yerda kichkina bir narsa bo'lganki, operatorskiy gruppa, yana qaysidir gruppa yomon emas, просто ishlamaydigan joyga joylashtirib qo'yishgan. Qanaqadir sanatoriymi u, esimda yo'q. Ovqati yaxshi emas ekan. O'shani men eshitib qoldim. Men birga o'tirasiz-ku, biz zo'r xonada yotuvdik. Men aytdim, iloji qilaylik, bularni ham yaxshi joyga joylashtiraylik desam, o'sha yerda ozgina nizo kelib qoldi-da. В итоге men ularni yonini olsam, ular yo'q, hammasi zo'r devorsa bo'ladimi? Voy, shunaqa g'alati bo'lib qoldim men. O'sha atmosferada ozgina Rustam Sa'diyev bilan yaxshi inson, yaxshi rejissyor o'shanaqa nizo kelib qoldi-da, lekin haligacha gaplashib turamiz, nima qilib. Menimcha o'shanga yozmagandir, balkim anaqasi ideyasi boshqacha bo'lgandir. Chunki tugallamay qolgan-ku, e'tibor bersangiz, oxirida ham tugallamay qoldi-da. O'sha kayfiyatda bo'lgandir Rustam aka. Bilmadim endi qanaqa o'tdi kelishgan. So'ramoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, mana hayot davomida nimadandir voz kechishga to'g'ri keladi. Xohlaymizmi, yo'qmi? Siz naturangiz bo'yicha nimadandir, любой narsadan, balki qanaqadir privichkadanmi yoki qanaqadir insondanmi osonchalik voz kecha olasizmi? Yo'q, oson bo'lmaydi. O'zi hayotim mobaynida допустим, deylik, sigaret chekish. Yaxshi illatmasligini hamma biladi, lekin chekadi. Rak deb yozib qo'ysa ham chekadi. O'zim shu narsa bilan stalkovаться qilganimda tashladim bir yil. Keyin nimadir bo'ldi, sabab yana boshladim. Mana shuni men 1 yilmi, 1,5 yil chekmadim-da. Oson bo'lmadi-da tashlash. Kayf safon, misol uchun. O'shalar bilan вообще yaqin yurmaslikka harakat qilardim. Men shu yoshimga kirib shu narsani bilyapman va yoshligim ham shu narsani aytib ketardim-da. Bab qiladi, hammani boshidan o'tish kerak shu narsa. В любом случае, uzoqroq yurgan yaxshimi deyman-da o'sha narsalardan. Kayf safo, sigaret chekish, shunaqa narsalardan-da yomon. Endi mana o'sha kayf safo, sigaret chekish, bu hamma narsa yoshlikda bo'ladi va shunga qo'shimcha qilib yulduzlik kasali ham degan pristavka ham bo'lishi mumkin-da. Siz masalan o'sha 2000-yillarning boshidan shu bugungi kungacha desak ham bo'ladi, O'zbekistonning qaysidir ma'noda birinchi raqamli aktyori sifatida sizni ko'pchilik tan oladi. Albatta bu tabiiyki qanaqadir yulduzlik kasali degan narsa bo'lganmi sizning hayotingizda? Masalan, ha, to'g'ri, mana shu paytgacha ham yulduzlik kasali bo'lgan va menda mana bunaqa o'tgan yoki men umuman yulduzlik kasaliga hech qachon duchor bo'lmaganman deb. Endi rahmat, anaqa birinchi o'rin deb aytganingizga, men lekin unaqa his qilmasdim o'zimni. Bilmadim, balki bo'lgandir. Uni men aytolmayman-da, atrofimdagilardan so'rasangiz aytish mumkin. Lekin odamni mensimay, imенно aktyor bo'lganim uchun deb unaqa qilmaganman deb o'ylayman. Tag'in balkim adashayotgandirman, qayerdadir bilmay qilib qo'ygandirman. Bilmayman-da, endi to'g'risi, oddiy odammiz-ku. Nazarimda menimcha qilmaganman, unaqa o'zimdan ketib, deb yasab o'zimdan bir zvizdalarni unaqa qilmaganmiz. Alhamdulillah. Bilmadim, maskam yo'q deb o'ylayman-da. Qanaqa bo'lsam, o'shanaqaman. Hamma joy. Lekin bitta narsa aytmoqchiman, balki tomoshabinlar ko'radi-ku, yaxshi ma'noda aytmoqchiman. Odamda kayfiyat bo'ladi. Ili bo'lmaydi, to'g'rimi? Ba'zi bir payt ko'chada men ko'p pishkom yuraman-da. Voy, mashinangiz yo'qmi deydi. Bor, Xudoga shukr. Men pishkom yuraman, ves tashiyman, o'ylaysiz, xayol bilan umuman yaxshi-ku pishkom yurgan. Yurganda rasmga tushsam maylimi deydi-da. Ha, mayli, keling tushing deyman. Ba'zi bir payt eshitmay qolaman ularni. Naushnik bo'ladi. O'shanaqa gaplarni eshitdim-da, voy, mensimas ekan, bu kibrli bola ekan degan bir fikrlarni eshitdim. Endi ikkita naushnik bor qulog'ingizda. Qanaqa eshitasiz uni chaqirgan?
bilmaysiz kim chaqiryapti, nega chaqiryapti. Shu ma'noda balkim o'shanda aytishi mumkinki birli bola ekan. Yo'q, eshitsa обязательно qarab so'rashib rasmga tushamiz, hurmatini qilib qo'yamiz. Show biznes vakillari va kinoindustriyada siz bilan birga ishlagan hamkasblaringiz shunaqa bir fikr bor, oilada Ulug'bek Qodirov juda qattiq qo'l degan. Shuning uchun ham oilasi haqida informatsiyani hech qayerda ochiqlamaydi. Shu gap rostmi? Endi qattiq qo'l o'zi bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Chunki kimdir eshitish kerak oilada. To'g'rimi farzand? Qattiq qo'l deganda men unaqa urib yoki dabdala qilib tashlash yoki qamab qo'yish emas-da menda. Rahmatli otam ham juda dobriy, samimiy odam bo'lganlar. Halizgacha eshitaman. Yaxshi odam eding, baraka top, adangga o'xshabsan, qo'ling ochuv deb aytishadi. Alhamdulillah, shunaqa bo'laylik. Qattiq qo'l bo'lish kerak oilada. Men shunaqa deb bilaman. Unaqa men o'tlashamayman, tushuntirishga harakat qilaman. Qo'pol gapirishim mumkin. No, oilani chiqargim kelmaydi. Bilmayman nimaga. Ana, чтобы ko'rishsin, mana shunaqa ekan. Endi baribir bilishadi-yu, maktabga boradi, magazinga birga chiqamiz. Bilishadi, normal. O'zi farzandlaringizni tarbiyasida qancha foiz siz ishtirok etasiz? Endi bizda bilasiz-ku, razyezdimiz ko'p. Syomka, to'y xizmati, uyda iloji boricha ko'p bo'lishga harakat qilaman. Foizda hisoblasak 60. 60% da tarbiyasida ishtirok etadi. Baribir-da, chunki bu katta natija bugungi kunda. Telefonda обязательно gapiraman-da, qayerda nima qilyapti. Menda masalan, meni ham o'zim farzandlarim bor. Qaysidir ma'noda bizni farzandlarimizga giperopeka qilib yuborgandek tuyuladi. Yo'q, unaqa emas. Men bunchalik qilmayman. Bilaman shu narsani qilmaslik kerak deyman-da, lekin unaqa qilmayman. Voy, bunaqa ekan, pishsin. Misol uchun. Mana bizni pishgan bolalarimiz. Shunaqa deb Biz o'zimizni pishkom qayoqlarga borib kelardik, trolleybus, avtobus, tramvaylarda. Adashib ham qolmasdik, to'g'rimi? Adashib qolsak ham top kelardik. Shunaqa. Lekin hozir o'zimizning farzandlarimizni общественный transportga chiqarmaymiz edi. Endi qizig'i bilasizmi nimaga? Hamma shunaqa bo'lib qolyapti-da. O'shanda uni siz ular bilan birga bo'lib qolasiz. Ajratsangiz, voy bu g'alati ekan, jinnimi deb o'ylashadi-da. O'shaning uchun o'shanaqa temada yurgan yaxshi. Hamma bilan bir xil-da, ajralish kerak emas demoqchiman. O'zi siz bugungi chiqayotgan kinolarni mana kuzatasizmi? O'zbek industriyasida, kino industriyasida. Kuzatishga harakat qilyapman. Hozir mana ko'ryapmiz, juda ko'p yosh aktyor va aktrisalar jalb qilinyapti, chiqib kelishyapti. Ularni ijodida sizni nima quvontiryapti va nima asabingizga tegyapti? Bilasizmi? Men oldin ham ko'p urishardim-da bu borada Said aka bilan. Said Muxtorov, ham aktyor, ham rejissyorlar. Ular ham bir ajoyib odamlar-da. Gohi payt to'g'ri, tushgan bir voqeadan qanaqadir chiqib ketish kerak deyishadi-yu, berilgan shart-sharoitdan, lekin kinoda emas-da, kinoda bilinib qoladi u narsa. Endi rejissyor agar oldindan operator bo'lmagan bo'lsa-chi, o'zidan o'zi operator bo'lib qololmaydi. Said akam shunaqa xususiyatga ega odam edi-da. Bir kun nimadir bo'ldi, kinodan отказ qildim. Endi hozir mana gap kelib qoldi, aytib beraman. Faryod degan kinosi bor, ko'rgansiz, Soqov bo'ladi. O'sha yerda tasdiqlangandim, hammasi zo'r ketyapti. Qarasam, grimer yo'q, kostyumer yo'q. Tasavvur qilasizmi? Operator ham yo'q. Syomkada qanaqa qilib, men aytdim, nima bo'lyapti o'zi? Rahmat sizga Said aka dedim. Endi boshqacha bo'lgan, o'zi tuzku ketdim, короче, отказ qildim. Men tushmayman dedim. Qo'yingchi, tasavvur qiling, rejissyor yerga yotib olib operatorlik qilsa, qay darajada o'zingizni his qilib olasiz? Nima qilardingiz siz? Ayting, men o'shaning uchun отказ qilganman. O'sha narsa yo'qolyapti. Professionalizm, raskadrovka yo'q. Hozir mana endi IIda уже qilishyapti. O'sha quvontiryapti meni. Хотя бы o'sha yordam beryapti-da. Esizdami, bir 5 yil hech kim raskadrovka qilmay qo'ydi. Ichida ekan, miyasida ekan. Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Raskadrovka kerak-ku. Rolni o'shanda taqsimlab, xarakter kelib chiqadi. Любой Gollivud kinosini ko'ring. Men даже borganda ko'rdim, kinostudiyaning ichiga kirib, bitta ssenariy ustida 30 ta odam ishlaydi, u mayli. O'sha xarakterni rasm orqali qilib berar ekanda, keyin yana kimdir o'ynab beradi u aktyorga. Keyin aktyor o'ynar ekanda, qarang,
qanchalik ana odam borgan sari ishonib kirib ketaveradi-da. Aktyor gubka deydi, kiyimi. Bizda hali ham shu ahvolda, palonchi kiyim olib keling. To'g'ri, nisbatan reklamalarimizda ancha sharoitda o'zgargan. Seriallarda misol uchun kiyimlar tam qilib berishyapti-da. No, odam his qilish kerak. Menga nima ham ko'p aytardilar. Muhammad Iso Abdulxayrov odam deydi, oyoq kiyimidan sezish kerak o'sha. Oyoq kiyimini olib bermasangiz-chi, o'zinikini ayiydi-da. Tushunasizmi? Deb forsiz bundoq qilib qo'yishi mumkin, kirib bo'lib qoladi yoki shimi, bundoq qiladi-da odam. Aktyor o'zini rostakasini olib bersa ayamaydi-da, ruhan o'shanga ishonib o'ynaydi-da. Qolgan payt o'sha yolg'on bo'ladi. O'shanga nima deyman? Yoshlarga omad tilayman, men doim zama, men shu doim ish bo'lish kerak-da. Ishda xato bo'ladi. Xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Oldin qo'rqardik, endi balki u darajadan o'tganmiz. Shunga shu professionalizm his qilish kerak, e'tibor berish kerak. Oddiy narsa emas-da bu kino olish, qaysidir insonni taqdirini ekran orqali ko'rsatish, uni baribir chiroyli ko'rsatish kerak-da. Haqiqatga yaqinroq qilib, haqiqat bo'lmasa ham deyman-da. Shu jihatlari xafa qiladi, lekin ko'pligi xursand qiladi. Chunki bu bozorda bu ham, bitta biznesda. To'g'rimi ham? Shular ham biznes. Yaxshi aylantirasiz, yaxshi ijro qilsangiz, mana muxlis ko'payadi. Kinoda ham shunaqa, seriallarda ham. Endi serial ozgina qo'rqitadi odam. Sababi juda qisqa muddatda ko'p epizod olish kerak. Bu juda bir qo'rqinchli narsa, o'zim his qildim. Bilmadim endi. Ko'nglingiz to'ldimi o'sha serialdan? To'g'risini aytsam yo'q. Men u yerda hech kimni ayblamoqchi emasman. Uni zo'r bitta odam aytdi-da, Rixsitilla Abdullayev. Akamiz aktyor, televidushi, boshlovchi. Xo'p, endi dedilar, qachon keladi o'sha rol deyaptilar-da. O'sha sen yaxshi ko'rgan rol qachon keladi? Kelmasa-chi dedilar-da. O'sha o'ylantirib qo'ydi rostakasini-da. Mana ko'rdingiz, pandemiya bo'ldi, nechta odam hayotdan ko'z yumdi. Astag'firulloh, mana rizqimiz bor ekan, qoldik tirik. Demoqchimanki, o'sha xato qilishdan qo'rqishimiz kerak emas-da. Siz ham xato qilasiz, men ham glavni tushunishimiz kerak-da. Men tushundim, o'sha xatoyimni deylik. Endi boshqacha talab qilishga harakat qilaman. Oldin deylik, gonorariga e'tibor bersam, endi обязательно vaqtiga qarayman. Yoki ozgina cho'zib olaylik, sababi rolni ijro qilish kerak-da. Men kichkina bir xatosi bor, uni aytgim kelmayapti, sir bo'lib qo'ya qolsin. Aynan seriallarimizda nima xato ketayotganini imенно shu yerda bilmay qo'ya qolsin, doman yomonlash niyatim yo'q. No, bor xato, o'shani to'g'rilash kerak deb o'ylayman. Ijodiy karyerangizni eng cho'qqi nuqtasiga chiqqanda, xuddi bizani mana xalqning nazarida siz bir kunda hammasini shundoq yig'ishtirib, karyerangizga nuqta qo'yib, shundoq narsangizni olib Amerikaga ketib yordingiz. Nima majbur qildi sizni? Meni hech narsa majbur qilmadi. O'zi yoshlikdan yaxshi ko'rardim sayohat qilishni, Amerikaga ko'p borganman. Agar u yerda qolib ketib yashashni orzu qilganimda, men oldin borib qolardim. Oldin. Bu safar ketganingizda qanaqadir bizlar shu ishondik, что Ulug'bek Qodirov menga tashashdi, ko'p Amerikaga bo'ldi, ketdi. Doim bo'ldi, ko'chib ketdi, bu yoq. Xalqda shunaqa fikr tug'ildi-da. Endi qarang-da. Muxlislarda qiziq paytga tushib qoldim-da. Men prosta ko'proq aylanmoqchi edim. Chunki har borganimda uydagilarga abishat qilardimki, Xudo xolisa qo'ldan kelgancha olib boraman, sizlarni ham ko'rsataman. Chunki ko'rasiz, bola chaqasi bilan tasavvur qiling, o'shanda men uylanmaganman, Universal Parkda yuribman. Bo'ydoqman, bolalari bilan mazza qilib yuribdi-da. Voy, rosa havas qilgan. Rosa so'raganman Xudodan, "Ey Xudo, men ham bir kun shu farzandlik bo'lib keling, masjidlarda aylantiring." Mayli-da, qanaqa joy bo'lsa ham. Zo'r joy, mazza qilasiz, to есть parkni atmosferasini aytmoqman. Niyat qilardim, shu narsaga o'sha payt erishdimmi, tasavvur qiling, pandemiyaga tushib qoldim, deyman, aslida. Bo'ldi, o'sha yerda qotdim. siz o'z sayohatga borganmisiz? Aslida shunaqa edi. Prosta shart-sharoit qarab, imkoniyatim bor, mashina oldim. Imkoniyatim bor, tanishlarimiz bor edi o'tdi, o'zimizning fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari. Aka-ukalar, o'shalar bilan qo'shilib uy oldik. Qaysi ma'noda? Rentga olasiz, arendaga. O'shanaqa sharoitlar bo'lib ketdi-da. Vроде бы hech narsa ushlab turmayapti. Qaysi ma'noda? Period bo'ladi-yu,
aktyorlarda ham og'riqli nuqtasi bor. Aksariyat nimada Amerikada 40 yoshdan keyin populyarniy bo'lsa, bizda to'xtaydi. Men aynan dissertatsiyani ham shu borada yoqlaganman institutda. O'zbek aktyorlarini 30 dan keyingi problemasida, что rol to'xtaydi, ili ota obraziga o'tib qoladi. Ili tam tog'a, amak, bo'ldi, to'g'rimi? Chunki ssenariy yo'q. Giroy yo'q, bo'ldi, faqat ili yosh sevgi anaqasi bu yog'i qolib ketadi. O'sha yerda vrodi pauza qilish niyatim yo'q edi, shunaqaga to'g'ri kelib qoldi. Ruhan ma'rasa sog'inardim, kelgim kelardi, kelib ham ketdim. Shunaqa pauza o'shagim keldi. O'sha to'g'ri keldi o'sha paytga. Endi mana nima bo'lib qoldi? Pandemiya ham bo'lib qoldi, cho'zildi. Keyin kelib ketdim, yana ketib, yana qaytib keldim. O'sha nima kino sog'inchi, вообще vatan sog'inchi bilan kelib yaxshi filmga kastingga topshirdim, o'tdim. U film ancha ko'p cho'zildi, lekin chiqdi. Akbarbek Turdiyevni Aziya Arsloni, ya'ni Kazbek deb qo'yishgandi. O'sha filmga suratga tushdik. Sentyabrdan namoyish ketadi. Premyerasi bo'ldi. 41-yil haqida, urush haqida. Endi bu sentyabrdan chiqadi kinoteatrga. Nima bo'lib qoldi-yu, nima deydi, kanikul paytlari o'shanga. Bu sentyabrdan katta ekranga qo'yishadi. Urush haqida yaxshi film. Misol uchun, nima deydi, ko'ringlar deb maslahat berardim. Chunki vaqti katta orzuyim edi. Shu borada intervyu berdik. Urush haqida tasavvur qiling, biz yosh bolamiz, o'sha SSR kinolarini ko'rganda rost ekasim his qilardim. O'sha xolirdim. Qarang, nechidir yildan keyin o'sha obrazda Mamadali Topfoldiyev rahmatli Farg'onali partizanimizni rolini ijro qildim-da. Maza qildim. Atmosferani ko'rib, umuman syomishni jarayon yaxshi o'tdi, professionalni o'tdi. Belarusiyada syomka bo'ldi, ko'p joylarda. Xabarimizda bor undan. Maza qildim, zo'r bo'ldi. Sayohatga ketganingizda ancha cho'zilib qoldi, deyapsiz-ku. Shunda qancha muddat etdi bo'ldingiz siz? Где-то 3,5 yil tur. Bu Где-то. Kam emas-da. Bilaman, kam emas. Nima ish qildingiz endi shu muddat ichida? To'g'risimi, dastavkada yurdim. Men prinsipialni pizzada ishlagim kelmadi. To'g'risida, chunki u yerda shunaqa maslahat berishadi. Yo'q deydi, sen bizni qiynalgan yo'ldan qiynalishing kerak deydi. Voy nimaga dedim. Nimaga men qiynalishim kerak senga o'xshab? Yo'q dedim, chiqmayman pizzaga. Prinsipial, men sinmaganim uchun emas, nabrot pizzada zo'r pul topishadi. Просто chiqqim kelmadi o'sha narsa. O'sha aurani his qilgim kelmadi. Dastavkada yurdik, keyinchalik har xil kastinglarga borib ko'rdim. No, ingliz tilini juda ham yaxshi bilish kerak edi. Nima desa bo'ladi, o'tdagi atmosfera вообще boshqacha. Men endi buni tarbiyaviy ahamiyatga ega taraflari bor. Endi musulmon bo'lganimiz uchun o'shalarni общий yig'indisini ko'rgandan keyin o'zini haqiqiy hayotini-da men keyin o'yladim, yo'q, men dedim, vatanimga qayta qolay dedim. O'zi aslida shunaqa fikrga kelib qoldim. Men ularni ham yomonlamoqchi emasman. Men O'zbekistonda turganim uchun emas. Mana e'tibor bersangiz, men hech qachon bir narsaga chiqib, mana men Amerikadaman deb maqtanmaganman-da. Menga просто kerak emas, yoqmaydi unaqa narsa. O'zi aslida afishirat qilish. O'shaning uchun men aslida buni domlamga aytdim. Menda eng katta orzuyim nima edi? Mostik bo'lmoqchi edim. O'zbekiston bilan Amerikani anaqasini. Aktyor, men mana ko'pincha aytishardi-yu, bizdan grant yutib oladi-da, u yoqqa boradi, bo'ldi, kelmaydi, to'g'rimi? Men nabarot qilmoqchi edim. Odamlarni jalb qilib, bizdan professional aktyor bo'lsin, operator, rejissyor bo'lsin, jalb qilib, rostakasini o'rganib, sirlarini O'zbekistonga olib kelish. Mana domlam bor, Zebo opa, o'shalarga telefon qilib maslahat so'raydim-da. Qaysi jihat, nima qilish kerak, qanaqa payt maslahatlashib mana shunday o'tirardim-da, lekin ishlash kerak. Shunaqa anaqa qilib qo'yadi, robot qilib qo'yadi-da o'tdi. Ish, davay, ish, tung pul tushadi, chiqishing kerak. Uy to'lash kerak, qarochi. Bu yoq mana shunaqa qilib qolib ketasiz-da, qarochi. Vaqt o'tib ketar ekan. O'shani sezmay qoldim. Amerikada istiqomat qilib o'sha 3,5-4 yil o'sha yerda bo'lganingizda qanaqadir hayotingizda og'ir kun bo'ldimi, что bir kunda yana o'sha Amerikaga nuqta qo'yib vatanga qaytish
qanaqa og'ir ko'p bo'ldi? Bittada o'sha ishingizni ham, arendaga olgan uyingizni ham, qanaqadir o'sha kastingga borayotganlarning hammasi ko'zga ko'rinmay shunday yig'ishtirib, sumkani olib vatanga. U endi ichki tug'yondi. Uni hozir aytib bersam bo'lmaydi-da u. Men glavniy o'sha narsani qila oldim. Qaysi ma'noda maqtanib aytmayapman yana bir marta. Men bordim. Alhamdulillah sog'-omon qaytib kelganim o'zi men uchun yutuqda. Aytishadi-yu, nima deydi? Hozir ani gap esimdan chiqib, men ko'chib ketadi odam. Immigratsioniy period juda og'ir o'tadi, hammada har xil to'yist. To'ppa-to'g'ri. Juda og'ir. Boshqa davlatga borib, ular bilan o'tda qo'shilib, ya'ni yaxshi qo'ni-qo'shnilarim, o'zimizning vatandoshlar zo'r odamlar bilan tanishdim. Zo'r akalarim bor haligacha. Kstati, Ilbek aka, Komil aka, sizlarga alangali salom. Zo'r insonlar bilan hali ham meni yaxshi nima bilan eslashadi-da, to'g'risi. Men bu Amerika to'g'risida vobshe gapirmayman deb o'yladim, endi juda yaqin inson bo'lganingiz uchun bu temada gaplashyapman. Siz bilan boshqa savolga o'tib ketaylik derdim. O'shaning uchun yaxshi tarafini olaylik. Hammada har xil vaziyat bo'ladi, lekin kimdirdan xafa bo'lib, vatanga xafa bo'lib ketmaganman o'g'il bolaga. Men prosta pauza ushlab, ozgina dam olmoqchiman. Bo'ladi shunaqa hayotda. Shu edi. Ijodkorga kerak bunaqa narsa. Перезагрузка. Chunki sразу ota berib qo'yganda, balkim vobshe nimaga tushib qolardim, depressiyaga tushib bo'lib qolarmidim, kim biladi. Kerak men uchun shu narsa. Shunaqa bo'ldi-da. Ko'p narsaga erishdim. Aytdim, zo'r odamlar bilan tanishdim. Kengaydi anaqam. Krugazor, bagaj bor. Agar yaxshi rol bo'lsa, voy shunaqa dard bilan ijro qilib berardim. Vatanni chekkasida yurgan odam. Xullas qadrini bilaman. O'zbekistonga sog'inchimni, qayg'urishimni vatan uchun o'sha yerda juda katta nima bilan his qilganman-da. Tushunasizmi? U ashe superskiy narsa. Ichimda turibdi o'sha dard hali ham. Qayerdadir to'g'ri kelganda ishlatamiz. Yurtimizda har xil kinofestivallar bo'ldi, xalqaro, milliy kinofestivallar va unda o'zimizni ijodkorlarga yetarlicha e'tibor qilinmaganligi haqida juda ko'p eshitdik. Video murojaatlar ham bo'ldi ba'zi bir hamkasblaringizda. Sizga qanaqa tuyuldi shu masalada? Siz nima deya olasiz? Oxirgi yillarda men ko'p qatnasha olmadim. Sababi boshqa xizmatlarimiz bor edi. Ozgina o'qidim institutda ham. Men shu 3-4 yil ichida bilmayman qanaqa bo'lganini. Men ham o'qidim sizga o'xshab, eshitdim. Lekin o'zingiz ichida bo'lmadingiz, to'g'rimi? O'shani aldamay qo'ying. Chunki biz yurgan paytda zo'r bo'lardi, e'tibor har taraflama. Endi to'g'risini aytsam, to'lanmasdi xolos. Hozirgi chiqayotgan festivallarga даже oylik ham berishayotgan ekan. Qanaqa kutib olishyapti? Men rost akasini ko'rmadim, bilmadim. Aldamay. Ulug'bek aka, biz hozir shunaqa bir bosqichdamizki, onlayn platformalar, jahon kinosi o'zgarish davridamiz. Siz shularni kuzatyapsizmi? Jahon kino bozorida nimalar bo'layotgani, qanaqa janrli, qanaqa kinolar ommaga chiqayotgani va ular nimasi bilan odamning e'tiborini tortayotgani. Endi menga janr to'g'risida gapiradigan bo'lsak, menda thriller menga yoqadi, horror. Horrorni endi janu gryaznisini ko'rmayman. Такой top 10 talik bo'ladi, o'shalarni tomosha qilaman. Thrillerni любой formatida ko'raman, yoqadi. Serial bo'lsin, художественный film bo'lsin, hammasini tomosha qilaman. Ishonasiz, topaman, Liza o'rtog'im bor, kursdoshimiz Yelizaveta Karolin, taniysizmi? Taniyman. O'sha bilan maslahatlashib, telefonlashib, qaysini ko'rding, u menga yozadi, qaysi birini ko'rding deb mana shunday maslahatlashamiz. Shu narsa aslida bizga ham yetishmayapti deb o'ylayman. Mana to'g'risi ko'rmadim uni ham. Dacha filmi hamma gapirdi. Ko'rib ulgurmadim hali. Vaqt bo'lmadi, lekin ko'raman обязательно. Chunki o'zim ham qiziqaman. Kelajakda ham balkim shunga o'xshagan film, imенно unga o'xshash emas. Ko'p anaqalarni eshitdim. Operator zo'r ishlabdi. Balkim rejissurasi noto'g'ridir. Balki ssenariy noto'g'ri yozilgan. Men endi uni bilmayman. Tomosha qilib aytaman.
aynan o'shanaqa narsa bo'sh janrlar bizga yetishmayapti-da. Bayvik, ekshonimiz kamdan kam. Endi to'g'ri, qon mumkin emas, u yoq bu yoq. Lekin ancha yengillash berishibdi, eshitdim. Muhtaram prezidentimiz juda katta e'tibor beribdilar, baraka topsinlar. Endi balkim ozgina bo'shatib yuborishar. Chunki doim ham nima deydi, patriotik film ololmaymiz-da. To'g'rimi? Bo'lish kerak-da. Odam tomoshabin dam olishga kiradi, har xil janrda ko'rsa, bozor tortib ketarmidi domanda. Ko'p aytishadi va kino to'xtadi. To'xtamadi kino. Prosta odamlar qidiryapti. Misol uchun sizlar Gosfilm olmagansizlar mana o'zinglar ham, to'g'rimi? O'sha payt kommersiy bo'lgan. Ha, hammasi kommersiy. Xo'p, yomon bo'lmagan-ku. Hammasi zo'r bo'lgan. Hamma tomoshabinni topgan. O'sha Jahongir ham Poziljonov. Bozori bo'lgan. Kino tushgan, odamlar tomosha qilgan, o'zini muxlisi bo'lgan-da. Uni to'xtatish kerak emas. O'sha Mamman degan Gollivudda ham va shidfli kinolari bor. Hech kim ko'rmaydi, lekin o'shani muxlisi bor-da, o'shanga pul to'laydi, unga yoqadi. Bu vkus. O'shaning uchun men endi iltimos desam ham bo'ladi, shu rahbariyatimizdan ozgina bo'shatib berishsa, har xil kinolar olishsa, menimcha tomoshabin qaytadi. Chunki bizani o'sha yaqin qo'shnilarimiz olishyapti-da. Mana o'sha ramkani sal kengaytirish Shunaqa. masalasi bo'yicha juda ko'p onlayn kinoteatrlar ochilgan. Shunaqa, o'zi U yoqda bemalol ko'rsin. onlayn kinoteatr uchun pul sarflab o'zligini yonidan kinolar qilishyapti. Demak, sizga shunaqa taklif berishsa, Ulug'bek aka, keling, mana shunaqa ramkasi ancha kengaygan, horror sifatida, thriller sifatida salbiy qahramonni o'ynab berishingiz kerak desa, rozilik berishga tayyorsiz. To'g'risi desam-da. No, bizga ayrim bir katta nimalar bor, endi porno joylariga aralashmasdim. Uni men izначально aytardim. Demak, chaqirmaydi. Nimaga bilasizmi? Netflixda даже misol uchun bizni olmoqchi bo'lsa ham o'shanaqa joy bo'lish kerak. Bilamiz, Netflixda talablarini bilamiz, ular foiz bo'yicha yozib Demak, boshqa taraf, boshqa kinostudiyalar ham или o'shanga o'xshagan platformalar menimcha shunaqa bir taklif kiritadi-da. Demak, o'ynamas ekanmiz. Endi balki qanaqadir milliy onlayn platformamiz, o'zimizning bolalar ham hozir juda ko'p platformalar ishlab qarang, o'zidan hozirgi meni iltimosimga fikr kelyaptiki, demak men o'ylab ko'rar ekanman, unaqa rol o'ynaymanmi, yo'qmi deb. Demak, biz tayyor emasdirmiz, balkim. Ming internet zo'r ishlasa ham, ming Gollivudda zo'r kino olsa ham, balki biz ruhan tayyor emasdirmiz. Nima deb o'ylaysiz? Siz o'sha savolga javob bering. Men prosta inson sifatida qiziq. Mana hozir men aytdim-ku, bo'shatib beringlar, juda deyman. Vdrug biz tayyor emasmiz. Keyingi savol shundan iborat ediki, agar sizga Gollivudda qaysidir katta kino kompaniyasi katta taklif bilan chiqsa, Ulug'bek o'ynab bering, mana shunaqa kino. Lekin ichida sahnalari har xil sahnalari bo'lishi mumkin. Qonli sahnalari yoki 18+ sahnalari. Bu bilasiz, Gollivud kinolari albatta o'shanaqa sahnalari bo'lishi kerak. Siz unda nima deysiz? Shaxsan men yo'q derkanman. Yo'q deysiz. Da. Mana bu ham zo'r javob. Endi to'g'risi. Bu degani ichingizdagi qanaqadir bizlar o'ylab ham o'tirmas. Prinsiplarimizni, tarbiyamizni baribir ham ustunroq deb bu narsadan. Endi qonda bo'lishi mumkin. Yomon odam hamma joyda bor-da. Musulmon bo'lasizmi, misol uchun, kim bo'lsangiz ham baribir bo'ladi. O'sha nima deyapman? Menga to'g'ri kelmasa kerak-da. Mayli, переживем deydi. Avvallari sizni mas'uliyatsizlikda juda ko'p tanqidiy fikrlar bilan aytishgan, syomkaga kechga qoladi. Syomkalarni surib qo'yishi mumkin, nimadir qilishi mumkin. Bugun o'zgardingizmi siz? Men o'shanda ham unaqa emas edim, to'g'ri. Sabab bo'lardi, отвечаю. Mana qarang. Hurmatli birga ishlaganmiz deb. Uylardan borib olib kelgan, bo'lgan, lekin ko'pincha meni Rustam Sa'diyev filmidan tanqid qilishardi-da. Lekin syomka obeddan boshlansa, men nimaga ertalab borib olishim kerak? Kech boshlaydilar-da. Men ertalab kelib, soqolimni olganman, grimda o'tirish menga kerak emas-da. O'shaning uchun kech chiqardim uydan. Oyim keyin urishardi-lar. Nima qilyapsan, shuncha odam kutib. Oyim men hozir ketaman, vaqtiga boraman ko'ra. To'g'ri, sizlarda unaqa bo'lmasdi. Bir 2 marta srif qilganman. Uni ham sababi bor. O'zidan o'zi yoki mayli kutadi degan gap umuman o'ylamaganman. To'g'risi.
hozir masalan ko'ryapmiz kinostudiya kompaniyalarni aynan kino yoki rolik kliplar ishlayotgan katta kompaniyalar ular hamma narsani prям Qariydi. vaqt soatini juda joyiga keltirib ishlashyapti-da. Shunga demak sizda agar Hozir данный moment даже вообще unaqa emas. 15 minut oldin borish harakat qilyapman. bugunga o'xshab. Yo'q, bugun endi aytdim-ku sizga sababini. Sababi bor dedim. Endi mana bugungi kunga qaytadigan bo'lsak, Instagram sahifangizda, internet platformalarda, telekanallarda nafaqat rol, balki qo'shiq ijro etayotganingizga ko'zimiz tushdi. Mana bunaqa narsa bor-da bizda. Keyin ko'zingiz nima dedi? To'g'risini ayting. Endi siz qotdingmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Dedingizmi yoki Mana yo'q? bunaqa fikr bo'ldi-da. Bitta siz qovdingiz o'zi, shuni aytmagan. degan boshida fikr bo'ldi. Mana, haqiqatni Men sizga ochiqchasini tushunarman. aytaman. Nimaga kerak sizga o'zi mana shu xonandalik sferaga qadamingiz? Qarang, men o'zimni professional xonandaman deb anaqa qilmayman. Bu meni qiziqishim, hobbi desa bo'ladi. Lekin aslida san'atga mana shu tufayli kirganman-da. Men aktyor bo'laman deb kelmaganman. Menda muzikal образование bo'lmagani uchun konservatoriyaga borganimda dal shu olmaymiz sizda yo'q degan. Keyin teatralniy institutga borganman. Chunki o'sha narsa turtki bo'lgan aslida. Keyin aktyor bo'lib ketdim, bu haqda unutdim. Ketdi kino, teatr yo'q qilib, baribir ichimda turardi o'sha og'riq. Va u qachon ochildi, to'yga taklif qilishadi. Xudoga shukr, haligacha mehmon sifatida, lekin cho'ntagimga pul solib qo'yishadi. Tushunasizmi? Prosta kelib chaqirishadi, Ulug'bek Qodirov davramizda deb men chiqib ikki og'iz bilan tabriklayman. She'r aytishni unaqa xush ko'rmayman. O'shaning uchun kirib tabriklayman-u, o'sha pulini oldimu oqlashim kerak. U qanaqadir yaxshi ma'noda. Men bilmayman qaysi niyatda bergan odam, lekin xursandchiligiga qo'shish niyatida men aytdim, "Ha", dedim. Bor edi-ku orzuying ashula aytish. Davay o'shani qo'shib ketaylik. Qayerdadir-da endi. Просто professional studiyada professional odamlar bilan harakat qilyapmiz haligacha. Yaqinda mana premyeralar qilamiz. O'zimni prям xonandaman deb anaqa qilmayman, aktyorman men hali ham. O'sha aktyor. Просто yaxshi ko'raman. Вроде бы yomon emas, to'yimiz bor. Qo'shni davlatlarga ham chaqirishyapti, Toshkentda ham. To'g'ri, chunki mana biz sizni intervyuga taklif qilganimizda orada shu gastrol safarlari dedingiz, bundan oldingi sonlarda kela olmadingiz. Shunaqa? Men aytdim, значит, Maza qilurimiz ko'stim. talab kuchli. Bor. Siz o'zingizni ijodingizni boshlaganingizda aktyor sifatida boshlagansiz va tabiiyki biz sizni faqatgina kinoda ko'rishga o'rganib qolganmiz-da. Kinoda, katta ekranlarda, kinoteatrlarda pafs bilan qizil yo'laychalardan kirib kelishingiz, живой ko'rgiz. Masalan, Ulug'bek Qodirov kim живой ko'rgisi kelsa, qanaqadir premyerasiga tushib qolsa, o'shanda ko'rasan degan fikr bilan biz katta bo'lganmiz o'sha. Qizil yo'laychalardan o'tardinglar. Xonanda sifatida, demak, ma'lum bir gonorarga xohlagan inson sizni to'y xizmatiga, qanaqadir tadbirga chaqirish imkoni bor. Shunaqa. Bu Ulug'bek Qodirov brendiga salbiy ta'sir ko'rsatib qo'ymaydimi? Nega? No endi qancha tovaringiz defitsit bo'lib, sal teparoqda недоступный bo'lsa, shuncha unga ehtiyoj oshadi. Ku Instagramni hammasini yopish kerak akkauntlar. Hamma chiqib yotibdi-yu, palonchi joyda ovqat yeyapman, mana u-chi, u ochuvlik-ku вообще. Balki shuning uchun shu xonandalarni qadri u darajada baland emas. Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman. Bilasizmi, chetdan o'tirib tomosha qilib, birovi kamchiligini topish osonda. O'tirib, bunaqa men o'zim qilib tashlayman deb o'ylaydi. Lekin любой odam mana shu kamerani oldiga o'tkazib qo'ysin, u haqiqiy yuzini o'shanda ko'rasiz. Demoqchiman, даже bizda shunaqa dars olganmiz yoki o'sha syomka jarayonida tasavvur qiling, men bunaqa ijro qilaman. Men kamera bizga qarash mumkin emas. Kamera qarama deydi, misol uchun. Даже Zilola kliplarga ko'p tushgan-ku. Syomka paytida Zilola ты смотришь на камеру deb qolardi, tushunasizmi? Aksariyat ularda teskari. To'g'rimi? Ular kameraga ishlaydi. Men o'sha jihat bu ham og'ir ekan. Hozir menda перевоплощение qaysi ma'noda endi klip olishni boshladik. Kameraga ishlashim kerak. Menga bu недовольствие, menga уже men bunda o'rgan bo'lganman-ku. Menda hozir переключаться qilishim kerak-da. Hozir endi menimcha syomka chaqirsa kameraga qarab olishim mumkin. Menimcha deb o'ylayapman, ham bilmadim. Yarim yildan keyin sizni konsertingiz Humo Arena stadionida bo'lib, biletini Bo'lishi bizni mumkin. sizga telefon qilib administratoringizdan qidirib 2-3 barobar to'laymiz deb.
balki o'zimizni qilarmiz sizni konsertingizni. Bilasizmi, studiyomiz, to'g'ri. Любой payt ketib qolishimiz mumkin. Endi yaxshi niyat qilaylik, pakatirimiz, bir narsa qoldiraylik, yaxshilikdir. Buni ketidan balkim yanada yaxshilik qo'shilib kelar. Endi rizqimiz shunaqa-da. O'shani terib yuraveraylik, yaxshilik qilib. Umuman qaysidir qoralash ma'nosida berganim yo'q bu savollarni. Bu prosta o'ylantiradigan savollarda. Deylik, mana shu loyihani, shaxsiy chegara loyihasini boshlashdan oldin men ham shu fikrga o'zim berdim shu savolni. Ertaga YouTube platformasida juda ham ko'p intervyularda bitta shu yetishmayotgandi, har ikkita odam o'tkazib olib gaplashish degan fikr kelib chiqmasligi uchun nima qilishim kerak? Demak, meni intervyularim boshqacharoq bo'lishi kerak, boshqacha tarzda o'tishi kerak. Mamnaqa degan planka baland bo'ldi. Shu ma'noda aytdim. Siz уже o'zingizni pikka chiqqan va O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyoda taniqli aktyorsizda. O'shaning uchun xonandalik sifatida boshlash sizga minus olib kelib qo'ymaydimi degan ma'no. Yo'q, inshaalloh unaqa bo'lmaydi. Baribir bizani to'y tantanalarimiz ko'pda, baribir. Xohlasangiz, xohlamasangiz bo'ladi-da. Endi tasavvur qiling, misol uchun, даже допустим, kinofestivalga borsa ham, o'sha yerda men chiqib ikkita qo'shiq aytsam, nimasi yomon? Naоборот, yaxshi-ku, kayfiyat ko'tarishaman. Mana shu fursatdan foydalanib, rejissyor va kinostudiyalarga shunaqa taklif bermoqchiman. Yangi kinoga saundtrekka o'zingiz kuylang. Например, да, вообще dahshat bo'lardi. Nimasi bor? Xolamizda, yurak halovatda qilish kerak, bosish kerak. Ishlaymiz. Ko'ramiz. Yarashsa dalsh ketamiz, yarashmasa qo'l ko'tarib sekin. Ulug'bek, so'nggi savolim. Bugungi kunda nimani orzu qilib yashayapsiz? Voy, qiyin savol berdingiz-da, chunki orzularim ko'pda. Orzu deb chegaralab qo'ydingiz. Orzular ko'p bo'lgani yaxshi. Bir xil orzusiz yashaydi. Voy, endi mana ota bo'ldik. To'g'risi, men o'zimni qariman demoqchi emasman, ulg'ayganman. Shu farzandlarim biza erisha olmagan cho'qqilarni erishishni deylik. Va eng nuqta borda, katta do'stda, misol uchun, men bilmadim sizni qancha do'stingiz bor hayotda. Lekin quruvchiga kiribchi, men shu narsani his qilamanki, do'st juda kam bo'lar ekanda. Bu eng og'riqli nuqtam. Balkim men o'zim yaxshi do'st emasdirman. Balkim ular mana o'sha do'stda adashib qolmasin. Men eng katta narsa-da bu, chunki bo'lgan-ku ota-onamiz aytardi, palonchi o'ta yaxshi emas desa, siz bilmaysiz, oyada, tuda. Keyin yosh o'tgan sari bilar ekanmiz-da, rost akasim do'st emas ekanda, tasavvur qiling. Endi men o'zim ota bo'ldim. Endi xuddi o'sha narsa bilan men o'zim stalketsa qilaman-da. Men o'shandan o'tib ketishni orzu qilaman, tushunasizmi? Qaysi mana tashab emas. Чтобы men zo'r maslahat beray o'sha payt. Menga ham zo'r berishgan ekan. Men quloq solmagan ekanman-da. Endi o'sha 50 zo'r to'g'ri kelsa, o'sha yutug'im bo'ladi. U birinchi orzuyim-da. Endi qolganlari endi shu oddiy inson nimani orzu qiladi? Tinch yurtni, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Vatanimiz bundan ham zo'r rivoj topsin. Eng yuksak mana futbol borasida zo'r bo'ldi. Orzu qilganimiz erishdik, to'g'rimi? O'g'limni futbolga berdim. Shundan keyin to'g'risida, chunki o'zim varata bo'lganman, varatarist, qanaqadir bir zo'r komandada o'ynamaganman. Просто попробуй dedim, qani harakat qilib ko'r, hozir boryapti. Menimcha qiladi. Mana shunaqa qilaman. Sizga kattakon rahmat. Bu loyihaga mehmon sifatida kelganingizga, vaqtingizni ajratganingizga, sizga hamma o'sha o'ylagan orzularingizga yetib yurishingizni tilab qolaman. Bizani do'stligimiz abadiy bo'lsin. Всего самого наилучшего. Rahmat. Дякую.